Mana Dekanot tumanida piyodalar yurish yo'lkasi, velosiped yo'li qilingan zo'r. Piyodalar yo'lkasi bilan velosiped yurish yo'lkasini yaxshilab qilyapti. Mana yaxshi hammasi. Bu yoqqa latuk qo'yib daraxtlar ekkan. Hammasi zo'r, lekin mana shu ishi mana bu yerga skamenka qo'ygan. Mana skamenkaga ustini yopib, naves qilib qo'ysa bo'lmaydimi? Na issiqqa o'tirib bo'ladi, na yomg'irga bu skamenkaga. Qaysi kallasi bilan bu skamenkani bu qurilish qilganlar qo'ygan bilmasam. Skamenkani ustiga bitta naves chaqib soya qilib qo'ysa odamlar mazza qilib o'tiradi kelgan payti dam olib. Shuni o'ylab ko'rib fikr qilib naves qilishlaringni so'raymiz.